Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allohim ulug' Qur'on bilan hammamizni sharafli qil. Qadim kaloming bilan Alloh aziz qil. To'g'ri yo'lda sabit qil. Qur'on nuri bilan qalblarimizni munavvar qil. Qur'on barakatidan hollarimizni solih qil. Qur'onni bizlarga turli xil balolardan, turli xil ofatlardan, turli xil kasalliklardan, safardayu, hazardayu, kechayu, kunduzi uyqudayu uyg'oqda barcha holatlarimizda va hojatlarimizning ado bo'lishida qo'riqchi va saqlovchi qilib qo'ydi. Elimiz, xalqimiz, yurtimiz, zamonamiz tinch bo'lsin. Eli besh tomi qarindosh qo'ni-qo'shnilar bilan to'ylarda o'ynab kulishlikka nasib bo'lsin. Prezidentimiz ham omon bo'lsin. Xudoyo xudovanda xalqiga mehribon bo'lsin. Yuzgarmasin. Yigitlarimiz omon bo'lsin. Kelinlarimiz ham omon bo'lsin. Qizlarimiz ham, kuyovlarimiz ham omon bo'lsin. Chevaralarimiz ham hammalari nasib bo'lsa hajlarga borsin. Prezidentimiz mana shunday chiroyli yo'l ochib qo'ydi, mana aka arzongina boryapmiz, kelyapmiz. Nasib bo'lsa yoshlar hamma borsin hajga. Sizlar ochibsiz, arzonchilik. Rahmat sizga ham. Hammamiz sog' bo'laylik. Rahmat.